Hammaga salom, sizlar bilan Zamira. Bugundan boshlab rus tilini oson va tez o'rganishga harakat qilamiz. Bugungi darsimizda biz alfaviy va rodni ko'rib chiqamiz. Mujskoy, женский, средний va общий rodlar. Bo'lmasa, qani ketdik. Rus tilida 33 ta harf bor. Ulardan 10 tasi unli hisoblanadi. Glasные буквы это a, e, yo, дальше i, u, i, e, yu, ya. Shana hammasi glasные буквы. Ikkita harfimiz qora bilan yozilgan, tverdiy znak u yoqda, и мягкий znak. Bular yumshatish va qattiq belgisi. Qolgan hamma harflarimiz ko'k rangdagi harflar, undosh harf hisoblanadi. Согласные буквы. Bularni hammasi rod aniqlaganimizda kerak bo'ladi. So'zni oxirdagi harfiga qarab. Дальше. Rodni aniqlashdan oldin имя существительное o'zi nimaligini bilishimiz kerak. Имя существительное bu ot. Kim va nima savoliga javob beradi. Кто и что. Мужской rodimiz. Agar so'z undosh harfga tugasa, то есть согласная буква, да, это b, p, t, r и так далее. Bu мужской rod hisoblanadi. Например, brat, aka, друг, do'st, да? Ikkinchi qoidamiz. Agar so'z и kratkiga tugasa ham мужской rod hisoblanadi. Masalan, muzey, герой, случай, да, обычай. Uchinchi qoidamiz bu мягкий znakka tugasa so'zlar мужской rod hisoblanadi. Словарь, учитель, день. Lekin diqqat bilan eshiting, мягкий znak женский rod ham bo'lishi mumkin. Uni qoidalarini отдельно ko'rib chiqamiz. Masalan, мужской rod мягкий znakka tugaydigan so'zlar. Это название месяцев, oylarning nomi. Yanvar, fevral, mart, да, и так далее. Дальше, arga tugaydigan so'zlar, masalan, sekretar, словарь. Словарь bu lug'at, да? Дальше, telga tugaydigan so'zlar, учитель, o'qituvchi. Дальше, a, yaga tugaydigan so'zlar ham мужской rod hisoblanadi. Mужчина, юноша, nimaga a yani отдельно berganmiz? Chunki a yaga tugaydigan so'zlar o'zi женский rod hisoblanadi. Lekin bular erkak bo'lgani uchun ular мужской rodga kirib ketadi. Mужчина erkak, дедушка, bobo, papa, dada, da. И yo'nok, ребенок, котенок, yo'nokka tugagan so'zlar ham мужской rod hisoblanadi. Endi женский rodga o'tsak ham bo'ladi. Женский rodimiz bu agar so'zlar a ga tugasa, женский rod hisoblanadi. Mama, oyi, strana, mamlakat, выставка, ko'rgazma. Ikkinchi qoidamizda agar so'zlar ya ga tugasa, женский rod hisoblanadi. Семья, oila, ideya, g'oya, statya, maqola. Uchinchi qoidasi bo'yicha agar so'zlar mana мягкий znakka tugasa, undan oldingi aytib o'tgan qoidamizda мягкий znak мужской rodda edi. Мягкий znak lekin женский rodda ham bor. Juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Masalan, вещь, narsa, молодость, da, yoshlik. Женский rodni мягкий znakini отдельно ko'rib chiqamiz. Agar so'z che, she, she, je ga tugasa, ночь, tun, вещь, narsa. Дальше, oсть, ist, есть ga tugasa ham женский rod. Masalan, новость, yangilik, da. Дальше, uchinchi qoidamiz b, v, t, z, d, s ga tugasa ham женский rod. Любовь, тетрадь, da. Исключение. Исключение bu istisno. Shu qoidalarga rioya qilmaydigan so'zlar. Bu golub, лебедь, дождь, gvozdь. Bular мужской rod hisoblanadi. Hamma so'zlarning tarjimasini yozib daftaringizga yodlab oling обязательно. Дальше. Lekin o'zi мягкий znakni shu qoidalari bor, мужской yoki женский rodligini aniqlash uchun-da. Но bu qoidalarga rioya qilmaydigan so'zlar ham juda ham ko'p. Masalan, мужской roddagi so'zlar день, огонь, da. День мужской rod, lekin masalan лень keyingi slaydimizda, лень bu женский rod bo'ladi. Shuning uchun agar мягкий znakli so'z ko'rsangiz, uni yodlab yozib oling. Chunki o'sha qoidalarga rioya qilmaydigan so'zlar juda ham ko'p. Еще, какие слова вы знаете сами? Мужской rodda мягкий znakka tugaydigan so'zlarni izohlarda yozib qoldiring. Теперь женский rod посмотрим. Вот дверь, цепь, лень. Bularni hammasi женский rodga kiradi. Опять же, какие слова вы еще знаете? Напишите в комментариях. Izohlarda женский rod mягкий znakka tugaydigan so'zlarni yozib qoldiring. Albatta.
Дальше. Теперь средний rodga keldik. Sredniy rod so'zlarimiz agar so'z o'ga tugasa sredniy rod hisoblanadi. Bu место, joy, письмо, xat, слово, so'z. Bu yerda juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak, chunki yozilishi место, lekin o'qilishi место. Место. Дальше. Xuddi shunaqa so'z слово o'qiladi, lekin slovo yoziladi. Дальше ikkinchi qoida bo'yicha ye ga tugaydigan so'zlar ham sredniy rod hisoblanadi. Например, здание, bino, желание, xohish, да? Istisno, исключение, да, мы говорили. Это кофе. Кофе ye ga tugashiga qaramasdan u мужской rod hisoblanadi. Sredniy rod so'zlarini ko'rganingizda ham sразу sredniy rodligini bilib yodlab qolinglar. Chunki o'sha o'yelarini eshitmasligimiz mumkin talaffuz qilganimizda. 3-qoidada bu ma ga tugaydigan so'zlar sredniy rodga kiradi. O'zi 10 ta so'z bor, lekin ishlatadiganimiz imя, время, семя, да? Семя bu ekadigan urug'. A семья это oila. Семья bu женский род, chunki ya ga tugagan, a семя bu средний род. Опять же исключение это иностранные слова всегда среднего рода. Xorijdan kelgan hamma so'zlarimiz sredniy rod hisoblanadi. Metro, taksi, palto, menyu, да? Shularning hammasi. У нас еще есть общий род. Bizda yana общий род bor. Bu ham qizlarga, ham o'g'il bolalarga ishlatish mumkin bo'lgan so'zlar. Например, левша, chapaqay, или же жадина, bu qizg'anchiq, да? Или же коллега, hamkasb, молодец degan so'zlarimizda ham qizlarga, ham bolalarga ishlatishimiz mumkin. Shuning uchun bular общий родga kiradi. Теперь настал звездный час настал, да? Определите род существительных. Shu quyidagi so'zlarni rodini izohlarda yozib qoldiring. Обязательно. С вами была Замира. До скорой встречи. Keyingi darsgacha. Xayr.